Iqtidor to'plami oziqa zanjiriga doir mustaqil ishlash uchun masala. Birinchi masala. Demak, ekolog piramidada o'simlik, chigirtka, kaltakesak, lochin berilgan. Demak, ikkinchi daraja konsumentning massasi 150 kilogramm. O'simlik produsent, o'simlik yonida chigirtka birinchi tartib konsument, kaltakesak ikkinchi tartib konsument, lochin uchinchi tartib konsument. Kaltakesakda berilgan 150 kilogramm bo'lsa, 150 esa lochin 15 ga semiradi. Demak, 1500 kilogramm chigirtkaning yegan kaltakesak, chigirtka esa 15000 kilogramm o'simlik yegan bo'ladi. Bizda o'simlik bilan kaltakesak nisbati, demak, o'simlik 15000, kaltakesak 150. Eng kichkinasiga bo'lib olsak, ikkalasining nisbati kelib chiqadi. 150 da bu 150 bilan 1, 15000 da 150 bo'ladigan 100. Pastdagi 150 bu kaltakesakning 150 edi. 100 ga 1 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. Ikkinchisi, mana shu savol, bunda barcha organizmning biomassasi hisoblanadi. 15000 o'simlik edi, 1500 chigirtka, 150 kaltakesak 15, lochin jami 16665 kilogramm chiqyapti. Javob B variant bo'ladi. Uchinchisi ham o'sha masala berilgan, faqat boshqacha savol boshqacha. Lochin tarkibida yog' 30%, o'zi 100% esa 30% yog' bo'lsa, 70% uglevod bilan oqsilga qoladi. Lochin o'zi 15 kilogramm edi, 100% bo'lsa, 70% ni topib olsak 10,5 bo'ladi. Bizda sabab uglevod bu oqsil toping degan, shuning uchun 70% ni topib olganmiz. 10,5 bo'lsa 105, 1050, 10500 bo'ladi. Demak, jami uglevod oqsildan ajralgan 10500 bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. 4. Ekolog piramidada fitoplankton, zooplankton, mayda baliq berilgan. Fitoplankton 6000 tonna degan. 6000 tonna, lekin buning 100% iste'mol qilinmagan. Ya'ni 75% iste'mol qilingan. 75% ni topib olsak 4500 tonna bo'ladi. Zooplankton deyapti, 25% iste'mol qilinmadi degan. 25% iste'mol qilinmasa ayirsak 75% iste'mol qilingan bo'ladi. Demak, 337,5 tonna chiqdi. Zooplankton. Zooplankton esa mayda baliq 33,75 tonna bo'ladi. Demak, mayda baliqning grammini toping, tonna kilogrammni toping desa, 33,75 dan 1000 ga ko'paytirsak 33750 chiqadi. Nima uchun 1000 ga ko'paytirdik desak, 1 tonnamiz 1000 kilogramm bo'ladi. 5-masala, boyagi masala, faqat endi bunda aytilyapti, mayda baliq iste'mol qilgan oziqani, mayda baliq zooplankton iste'mol qilgan 337,5 tonna. Shuni 1000 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 337,500 kilogramm bo'ladi. Demak, oziqani 100% deb bo'lsa, bizga 10% tana massamiz uchun sarflanadi, 90% sarf bo'lib ketadi. Hayotiy jarayonlar uchun 90% ni topsa 303,750 bo'ladi. B variant bo'ladi. 6. Erkak va urg'ochi qush birgalikda og'irlik 260 ekan. Erkak 20 grammga ko'p degan. 260 dan 20 ni ayirsak 240 bo'ladi. Endi teng degani 120 ga 120 bilan 2 bo'lsa 240 da. Endi 20 erkakga ko'p bo'lsa erkakga, urg'ochi ko'p bo'lsa urg'ochiga qo'shiladi. Demak, bu yerda erkak ko'p deganlik uchun erkakga qo'shsa 140 bo'ladi. Urg'ochisi 120, haqiqatdan ham 20 ga farq qilibdi. Demak, erkak qush 155 ga yetish uchun qancha hasharot yegan degan. 155 edi. Dan 140 massasini ayirsak 15 kilogramm hosil qilish uchun 150 hasharotni yeyish kerak gramm. D variant bo'ladi. 7. O'simlik quyon lochin. Bizda bir hech narsa berilmagan, shuning uchun x, 10x, 100x. Oxirdagi x hisoblanadi. Bizda aytilgan lochinning ortgan massasi quyonnikidan 360 kam. 10 dan x dan ayiradigan bo'lsak 360. Ayirsak 9x ga 360 bo'ladi. 360 ni 9 ga bo'lsak 40 bo'ladi. Lochin 40 bo'lgan, quyon 400 bo'lgan, o'simlik esa 4000 bo'lgan. 8. Bug'doy, chigirtka, kaltakesak, lochin. Bizda agar lochinning oziqasi 60% uglevod bo'lsa, o'zi 1 gramm uglevod parchalansa 17,6 kilojoule energiya ajraladi.
Masal shartida berilgan 5281 17/6 ga bo'lsak 300 gram uglevod kelib chiqadi. Demak, uglevod 60% bo'lsa 40% oqsillar yo'q. 300 gram uglevod 60% bo'lsa 100% bo'lsa 500 gram bo'ladi. Umumiy massa 500 gram lochin oziqasi. Bu 5000 50 500 ming. Bizda aytilgan bug'doyning massasini toping degan. Bug'doyning massasi 500 mingga o'zgan bo'lsa 500 kilogram bo'ladi. Bizda 500 kilogram degan javob yo'q.